Assalomu alaykum, kanalimizni ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Navbatdagi bu loyihamiz bir qavatlik yosh oilalarga mo'ljallangan umumiy 5 xonadan iborat bo'lib, ixcham va kam xarajatli loyihalarimizdan biridir. Loyihamizga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, loyihamiz asosiy yashash xonalari G shaklida bo'lib, darvozaxonadan kirganda mana bu o'ng qo'l tarafda joylashtirib ketilgan va o'zini mana bu taraflarida hovli qismlari keng holatda qolgan. Mana bu yerda bemalol yashil zonalari bor. Uyimizni mana bu yon tarafiga yozgi oshxonalarini joylashtirib ketsa bo'laveradi. Bu loyihamiz podvalsiz bo'lgan kam xarajatli holatda. Endi loyihadagi uyimizni tashqi razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Bizda mana bu taraf ko'cha taraf hisoblanadi. Asosiy hovliga kirish qo'l chekkada darvozaxonamiz joylashtirib ketilgan. Ko'cha tarafimizning uzunligi 14 metr, uyimizni mana bu yon taraf uzunligi esa 20 metr. Mana shunda umumiy olganda shu loyihamiz 208 sotiq yer maydonini egallab turibdi. Mana bu uyimizni yashab turadigan xonalarning yon tarafi esa 17 metr. Agar sizga ham shu loyihamiz ma'qul keladigan bo'lsa, albatta bizga bog'lanib, bu loyihamizni chizmalarini yoki da polniy loyihasini tayyorlatishingiz mumkin bo'ladi. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni fundamentlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, shu holatda fundamentlari qo'yiladi. Fundamentimiz razmerlari balandligi 60 sm, eniga 40 sm. Mana shunda shu loyihadagi uyimizni fundamentiga 25 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. 25 kuba beton uchun standart holatda 7,5 tonna sement sarflanadi. Albatta, buni mustahkamligi uchun 12 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 420 metr 12 li armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlarini ko'rib chiqamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, shu holatda devorlari uriladi. Asosiy tashqi devorlarimiz va ichkaridagi ayrim yuk ko'taradigan devorlarimiz 1,5 g'isht, qolgan devorlari parda devorligini hisobiga yarim yoki da holatiga qarab 1 g'isht hisob olingan. Mana shu holatda devorlarimiz 280 devor uriladigan bo'lsa, mana bu yerda 20 sm seysma poyiz aylanadi. Mana shunda bizda xonamizni toza qolishi 3 metr hisob olingan. Shu loyihadagi uyimizni umumiy g'isht sarf xarajati 35 ming dona g'isht sarflanadi. Bu 35 ming dona g'ishtimiz mana bu seysma poyizni ostidagi, ya'ni asosiy xonalarda devori hisoblanadi. Mana bu zar devorlariga plus minus sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvi bilan tanishib chiqamiz. Dastavval muhim bir eslatmani eslatib o'taman. Biz har bir loyihamizda uyimizni tugagan tom qismini mana bu joyida fronton berib ketamiz. Bu yong'in xavfsizligida juda ham qo'l keladi. Har bir uyingizni qurayotganda gazoblok bo'lsin, penablok bo'lsin yoki da xomg'ish bo'lsin, обязательно mana shu narsani tayyorlab qo'yishingiz tavsiya qilamiz. Sababi siz qo'shningiz bilan ming ahil inoq bo'lganingiz bilan bu yong'in degan balo sizni ahilligingizga, sizni inoqligingizga qarab o'tirmaydi. Mabodo qo'shningizni uyi yonadigan bo'lsa, avvalo yonmasin. Sizni ham uyingizga qisman bo'lsa-da o'tib ketishga, zarar berishga, cho'ntagingizga zarar bo'ladi. Shuni hisobiga hech yo'g'i penablokdan bo'lsa ham, arzonroqdan bo'lsa ham mana shu frontonni urib qo'yishlikni tavsiya qilaman. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'taman. Dastavval mana bu darvozaxonadan kirganimizda, darvozaxonamiz keng, shinam holatda, uzun, bemalol ikkita avtomobillarini joylasalar bo'laveradi. Mana shu darvozaxonadan kirganimizda hovlimiz juda ham chiroyli holatda. Mana bu yerda yashil zonalari va orqa hovlilari bo'lsa ham devor urib yorsa bunaqangi akkuratniy holatda turadi. Bizda xonalarimiz G shaklida joylashgan bo'lib, uyimiz asosiy uy o'ng qo'l tarafda joylashtirib ketilgan. Xonalar bilan tanishtirib o'taman. Mana shu zina orqali mana bu yerdagi kichkinagina ayvonga chiqamiz. Bu yerda bemalol poyabzallarimiz yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham quruq holatda turadi. Bu plus taraflardan biri. Endi o'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu eshik orqali kirganimizda bizda birinchi kichkinagina mana bu yerda tambur joylashtirib ketilgan. Bu tamburimiz qishda maksimalniy sovuqda ushlab beradi. Ichkari xonalar sovib ketmaydi. Tamburdan o'tganimizdan keyin bizda xonalar joylashuvi mana shunday holatda
holatda joylashtirib ketilgan. Xonalarimizni joylashuvlarini ko'ramiz bir qator. Mana shu tamburdan kirganimizda o'ng qo'l tarafda mana bu yer bizda umumiy o'tiriladigan oilaviy xonamiz hisoblanadi. Bu yerda ovqatlanib o'tirsalar bo'laveradi. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan panoramik holatda keng kattagina. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, bu xonamizni to'g'risidagi mana bu xona umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. Bemalol bu yerga kir mashinalarini, yuvinish dushovoylarini joylashtirib ketsalar bo'laveradi. Bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, buni yonidagi mana bu xonamiz ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamiz ham keng, ixcham holatda. Oshxona mebellarini mana bu tarafga ustanovka qilinsa, bu yer ishchi zona, mana bu yerda kichikroq stul qo'yib ovqatlanib o'tirsalar ham bo'laveradi. Oshxonamizni ham tabiiy yorug'lik bilan ta'minlash maqsadida deraza qo'yib ketganmiz va shamollatish ham yaxshi holatda bo'ladi. Bu bizda oshxonamiz bo'ladigan bo'lsa, bu xonadan ham qaytib chiqamiz. Mana bu yerimiz mana keng shinam holatda. Endi koridorimizni oxiridagi ikkita xona, o'ng qo'ldagisi mana bu bizda bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bolalar yotoqxonasi ham keng holatda, bemalol ikkita farzandlarini joylasalar bo'laveradi. Derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonadan qaytib chiqamiz. Buni to'g'risidagi mana bu xona bizda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham yaxshi keng holatda joylashtirib ketilgan. O'zlariga tegishli mana bu yerda yuvinish xonalarini qoldirganmiz. Yuvinish xonalari ham ixchamgina joylashtirib ketilgan. Umumiy olganda xonalar joylashuvi, planirovkasi juda go'zal, chiroyli holatda joylashtirilgan. Endi bu xonadan qaytib chiqamiz. Mana ayvonchamizni o'ng qo'l tarafiga kirib tanishtirib o'tdim. Endi mana bu chap qo'l tarafdagi tashqi muhitdan kiriladigan eshikdan kirsak, bu bizda keng kattagina mehmonxonamiz hisoblanadi. Mehmonxonamiz ham juda chiroyli, shinam, go'zal holatda joylashtirib ketilgan. Derazalari kattagina oldi taraf qaratib o'tilgan. Umumiy olganda xonalar joylashuvi mana shunday holatda juda go'zal chiqqan. Juda ham ixcham, go'zal holatdagi proyektimiz. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi va yana Telegram va Instagram kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shu YouTube kanaliga joylashtirib borilayotgan loyihalarimizni real hayotda qurilish jarayoni, qurilganini Instagram va Telegram kanallarimizga joylashtirib boryapmiz. Rahmat hammaga.